O'zbekiston ayollariga xushxabar. Endilikda har biringizga 893 ming so'mdan yordam pullari beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, O'zbekistonda talaba farzandli bo'lganida unga oliy ta'lim muassasasi tomonidan bir martalik 893.513 so'm suyunchi puli beriladi. Talaba oliy ta'lim muassasasiga arizani bola tug'ilgan kundan boshlab 6 oydan kechikmasdan taqdim etadi. Arizada ko'rsatilishi kerak bo'lgan hujjatlar: oliy ta'lim muassasasi rektori nomiga ariza, pasport nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning nusxasi. Talabaga to'lab beriladigan pulning miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 70,3% ni tashkil etadi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoga like bosib, kerakli insonlarga videoni jo'natib qo'ying.